Boya aytganimdek, ilm-fan faqat kitobda, ilmiy saytda yoki universitet yoki maktabda qolib ketishligi kerak emas. Biz yashayotgan har kunlik, kundalik hayotda foydalanishi kerak va amaliy psixologiyada ham foydalanishimiz kerak bo'lgan har bitta tushunchani o'zi odamlar uchun qurilgan. Psixologiya bu insonlardan iborat, insonlar uchun ishlaydigan fan. Va inson ekanmiz, tirik ekanmiz, psixologiya bor. Uni rad etib bo'lmaydi. Uni rivojlantirish kerak, uni tushunish kerak va uni to'g'ri qo'llash kerak. To'g'ri qo'llash uchun uni oldin tushunish kerak va tushunish uchun uni tushuntirish kerak. Kimdir uni miya qabul qiladigan darajada tushuntirish kerak. Va men shunday vazifani qo'ldan kelgancha bajarishga harakat qilaman. Xudo xohlasa ko'rib boraveramiz. Sizlarga rahmat. Kuninglar xayrli bo'lsin.